Assalomu alaykum hammaga. Men Premiere Pro 2026 versiyasini uстановка qildim va hozir shu versiya bilan ishlayapman. Bu versiyadagi eng katta farqini, eng katta yangiligini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman bu video orqali. Xo'p, ushbu yangiligimiz bu instrumentlar paneliga yangi instrument qo'shilgan. Bu mana bu instrument Object Mask Tool deyiladi. Bu instrument orqali siz o'sha klipdagi, kadrdagi xohlagan obyektingizni avtomatik tarzda belgilab beradi. Shunday qilib ishlatishingiz mumkin. Hozir sizlarga shuni ishlatib ko'rsataman bu instrumentni. Buning uchun biz birinchi kerakli kadrni tanlaymiz. Misol uchun mana bu klip deylik. Mana shu klipni tanladik. Moshinalar turibdi. Object Mask tanlaymiz va sichqonchani yo'naltiramiz. O'sha kadrimizga yo'naltirganimizni ko'ryapsiz, o'zi avtomatik tarzda tanlayapti obyektlarni. Misol uchun keling, mana shu mersni tanlamoqchi bo'lsak, ustiga shunchaki mishkani bosamiz va mana bunday bizlarga ajratib beradi fondan. Juda ham zo'r narsa, shunchaki bitta bosdingiz, ajratib berdi. Avval bu narsani biz qo'lda qilib chiqardik-da. Misol uchun mana bu opacityda hozir u narsa yo'q. Opacityda mana mask degan narsa chiqardi. Siz mana bu lasso degan instrument bilan mana pen mask mana shu bilan mana bunday bitta belgilab chiqardingiz-da avval. Belgilab chiqish kerak bo'lardi. Keyin belgilab chiqqaningizdan keyin buni keyin siz tracking qilishingiz kerak-da. Tracking ham unchalik yaxshi ishlamasdi u eski versiyalarda. Bir xil joyda ошибка berib, bu tochkalar qochib ketardi. Endi esa bu 26 da bu instrumentni o'sha o'zini yaxshi обработка qilib, yaxshi ishlov berib, o'sha sun'iy intellekt asosida ishlaydigan qilishdi Premiere, o'sha Adobe kompaniyasi va nihoyat va mana shu Object Mask Tool orqali osongina siz mana shu obyektlarni shuni tanlashingiz mumkin. Keyin bu yerda tracker ham bor. Object Mask mana FX paneliga o'tsak, FX Control panelida tracker bor. Mana shu trackerga playga bosasiz. Mana o'zi avtomatik tarzda kadrda o'sha siz belgilagan obyektni tracking qilib beradi va fonni olib tashlashingiz mumkin. Buni hozir men vizilat qilib oldi, tracker qilib oldi. Keyin mana bu yerda FX Controlda mana Object Mask degan narsani biz shunday olib opacity bor. Mana shu opacityni ichiga tashlaymiz va mana siz mashinani fondan ajratib olasiz. Bu bilan juda ham fantaziya, o'zingizning fantaziyangizga bog'liq-da. O'sha o'zingizning fantaziyangizni ishlatib har xil narsalar qilsangiz bo'ladi-da endi. Bu obyekt bilan misol uchun men mashinada endi xohlagan joyingizga unday ana qilishingiz mumkin, siljitishingiz mumkin. Xullas, u yo'q o'zingizga bog'liq. Bundan tashqari bu yana masalan bitta obyekt emas, masalan boshqa obyektlarni ham tanlashingiz mumkin birdaniga. Misol uchun keling, mana bu Nexia'ni tanlaymiz, keyin mana bu orqada Range Rover. Buni ham tanlaymiz. Yana buni tracker qilib olamiz. Men qaytadan tracker qilib olyapti. Bir vaqtda o'zida men ikkita, uchta obyektni ham tracker qilishim mumkin-da. Endi mana bu yerda ayrim joylarga artefaktlar paydo bo'lyapti. Mana bu yerda qolib ketyapti-da, buni anoda oynasi. Buni siz yana qo'shimcha bu yerga bosib kiritishingiz mumkin. To'g'rilasa bo'ladi u narsani. Xullas, mana shunday qilib mashinalarni fondan osongina ajratib olish mumkin. Umuman mashinalarni emas, boshqa obyektlarni. Endi keling, keyingi videoda bitta misol qilib ko'rsataman sizlarga. Misol uchun mana bu odamni olaylik. Pul sanayapti. Mana shu yerga hozir sizlarga bitta misol qilib ko'rsataman, qanday ishlash kerak obyekt. Mana shu Object Maskni. Buni tanlaymiz, klipni tanlaymiz. Misol uchun mana odamni ustiga bitta bosamiz. Tracker qilamiz, tracking ketdi. Tak, buni dublikat qilish esimdan chiqdi. Birinchi mana bunday dublikat qilib olishimiz kerak edi. Tak, birinchi kadrdan Object Maskni o'chirib tashlayman. Bu kadrda qoldi Object Mask. Endi mana shuni yana bitta tepaga ko'taraman. Mana bu yerga hozir misol uchun bitta tekst yozaylik. Misol uchun
biznes g'oya deb yozaylik. Endi tasodifiy so'zda. Bu obyektni mana pastga tashlaymiz. Tekst deganim. Tekstni pastga tashladik. Endi bizlar tepadagi klipga o'tamiz. Mana tepadagi klipni bizlar tracking qilib olgandik, mana object mask. Mana shuni shunday olib, opacity ichiga tashlaymiz va ko'rdingiz, mana bu tekst obyektni orqasiga o'tdi. Tekstni kattaroq olamiz. Mana buni yana qo'shimcha nastroyga qilsak bo'ladi. Mana. Xullas, endi men sizlarga oddiy misol ko'rsatdim. Mana shunaqangi qilib object maskdan foydalanish mumkin-da. Bu juda ham o'sha montajyorlarning ishini osonlashtiradi. Marhamat, ushbu obyektdan, ushbu 2026-versiyasini ustanovka qilib ishlatishingiz mumkin. Bu versiyani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimdan skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek do'stlar, meni poddershka qilish esdan chiqmasin. O'rtoqlar, meni Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda har zamonda reklama chiqadi. Men bu postga o'xshagan reklamalar. Meni qo'llab-quvvatlab turishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu reklama postlarida mana shu silkalarga shunchaki bitta bosib open qilish kerak bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish kerak emas. Shu orqali meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariya qoldirish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.